Demak, Xitoyda O'zbekistonga kirib kelishini gapiryapsizlar. Akalar, O'zbekistonning qaysi moddasi esimda yo'q, lekin qaysidir bitta moddasida O'zbekiston hech qachon xususiylashtirish uchun yerlarni birovga hech kimga bermaydi. O'zbekiston kimga? O'sha boshqa mamlakatlarga faqatgina arendaga yerni berishi mumkin. Shunda ham 15 yilga. O'zbekistonga bu arendaga bergani uchun juda ham katta birinchidan foyda. Ikkinchidan chetdan kelyapti turgan shu investorlar nalog to'lashadi. Juda ham katta O'zbekistonga akalar. Soliq berishadi shu ishlab chiqarishiga va hokazo balobattariga. Bu ham O'zbekiston uchun juda ham katta plus va foyda. Uchinchidan, sizlar Xitoyliklarni sig'dirmayapsizlar, chiqara olmayapsizlar va hokazo. Men ruslarda millatchimikin deb yursam, yo'q, asli o'zi o'zbeklar millatchi ekan. Nimaga boshqa millat vakillari kelsa bunaqa vahima solib jar solyapsizlar akalar? Qaysidir bir ikkita tupoylar, biznesmenlar va monopolistlar o'zlarining videosini ishlab chiqarishyapti, xalqni atiq qo'rqitishyapti, xalq bir narsa desin deb o'zlarini ishi yurishmaganicha va qo'rqqanicha Xitoyliklar kelgan. Sizlar bunga ishonib turib provokatsiyaga ketyapsizlar. Xitoy o'qimoqchi deb. Ozgina miyalarni ishlatinglar akalar. Bizga foyda Xitoy kelgani. Rivojlanish bo'ladi. Hozir nalog va arendaga berilganidan tashqari Xitoy kelishi konkurensiya bo'ladi boshqa monopolistlar uchun. O'ylanglar akalar.